Xonalari razdельный xohlagan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz Chilonzor tumani 19-kvartalda joylashgan 2 xona 50 metr kvadratdan iborat neoklassika uslubida ta'mirdan chiqarilgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimiz zal qismi. Ko'rib turganlaringiz uyimizda balkonimiz 1,5 ga 6 balkonda, yarmini bu yoqda qoldirilgan va yarmini oshxonaga qo'shib yuborgan uyimiz egalari. Oshxonamiz o'rni, o'tirib ovqatlanish uchun stol va kerakli barcha mebel va texnika jihozlar bilan jihozlangan oshxonamiz. Va ko'rib turganlaringiz balkonning yarmi. Bu yerda glavniy eshikdan kirib kelish va o'zini razdельный sanuzeli. Ko'rib turganlaringdek, uyimiz 4 qavatli binoning 2-qavatida joylashgan. Umumiy maydoni 50 metr kvadratdan iborat. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi. Yotoqxonamizda ham barcha kerakli mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Uyimizda orienteriga keladigan bo'lsak, Chilonzor tumani 19-kvartal Hadra milliy taomlarining orqasida. Ushbu yangi ta'mirdan chiqqan uyimizni videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari tomonidan 78.500 AQSh dollar baholashmoqda. Ipotekaga ham ushbu uyimizni xarid qilishlaringiz mumkin. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.